Qanotimni bittasi katta, bittasi mayda debdi. Cho'nchagingni ikkalasi to'la bo'lsa, unga hech kim qaramaydi. Baxtli bo'l. To'g'rimi, Abdurahmon? Alhamdulillah, zo'r bo'ldi. Assalomu alaykum akam, yaxshimisiz debdi. Va alaykum assalom. Aka, bo'yingiz bilan vesiz nechi? 191 ga 114. Va alaykum assalom. 16 yoshman, tribulus ichsam zarar emasmi? 16 yoshda tribulus ichsang, chustvoyt ham qilmaysan. Chunki seni o'zingni testosteroning shu darajada pikda turibdi, xudo xohlasa. 25 dan keyin ichsang mazmunliroq. Ona siz uchun kim debdi. Borimcha qabul qiladigan yagona insonim onam. Aka, oddiy hayotingizda his qilgan hissiyotlaringizni aytib bering, hozir shunday holatda yaxshi niyatlarim bilan birgaman debdi. Kecha Abdurahim sen bilan gapirgan gapim, men ham xuddi sizlarga o'xshab zarulyam yaxshi mashinada o'tirgim kelgan, oddiy hayotimda yo'lda yurganimda trassadan o'tib ketadigan mashinadagi ruldagi bolalarni ko'rib juda havas qilganman. Endi xuddi sen nimani xohlasang, bitta yigitga nima kerak? Yaxshi ulov, chiroyli qaddi qomat, 2-3 bochka